Prezident Trump bilan endiki mavzu bunda vatandaş. Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping görüşkendimi? Amerika Cumhur münasebetide tügen yeşilmeydi. Mavzula xabar 10 ayının 12 günü Şangan İqtisat Gezitida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Cumhur matbuotlari yana davron ko'tarishga başladı. Cumhur matbuotlari yana davron ko'tarishga başladı. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Trump bilan Cumhurning Reis Xi Jinping kelar oyda chaqiriladigan 20 davlat boshliqlari yig'inida ko'rishadigan bo'ldi. Savdo urushining haroratini tushirishga izlanadigan bo'ldi. Lekin ikki taraf o'tirib qo'ygan taklifni ratlab chiqadigan bo'lsak, yoki bularning tegizadi nima degan ratlab chiqadigan bo'lsak, harorat tushadigan ko'p makon yo'qligini bayqaymiz. Savdo urushining harorati tushadigan ko'p makon qolmaganligini bayqaymiz. Çünkü Amerika savdo ticareti yamanlaşıp, savdo ticareti yamanlaşıp, bütün sepki kengayganlik bilen birleştirip qaraydigan bolsak. İki devlet rehberleri görüşkendimi? İki devlet münasebetinin tügünü derhal yeşilmeydiganligini görüp alamiz. Kendiniz mi? İki devlet görüşkendimi? İki devletin asıl teklifini küstüdügan bolsak, hazır iki devlet münasebeti iki rehber Argentina'da uçraşkandımı tekliften yeşilmeydiganligini, tügünün yeşilmeydiganligini görüp alalayımız. Amerika Wall Street gazeti to'liq ehtiyotchanlik bilan xabar qilib bunda ko'rsatdi. Yuqori darajalik rahbarlar uchrashishida Aqsaray ikki davlat rahbarlarining uchrashishini davomli ilgari surdi. Ya'ni Argentinada ikki davlat rahbarlari Cumhur Amerika davlat rahbarlari uchrashishdi. Aqsaray shunda uchrashishni ilgari surdi. Prezident Trump bilan Xi Jinpingning uchrashishi oxiri amalga oshamdi yo'q. Bu taxe bilgili bo'lmaydigan bir ishdir. İki devlet rehberleri uçuruşamdı. Yok, bunda özgürlükçen halet iki devlet rehberleri birbirine yol koyamdı. Yol koyuşunun derecesi iki devlet rehberleri kabul kılamdı yok diye meseleye verip çetildi. Uçuruş hoş. İki devlet rehberleri yol koyamdı. Birbirine yol koyamdı. Yol koyuşunun derecesini her iki taraf kabul kılamdı yok. Mesela Amerika yol koysa, Cumhur taraf kabul kılamdı yok. Mesela Cumhur taraf yol koysa, Amerika taraf yol kabul kılamdı yok. Bana mesele müşiyede şu meseleyi verip getirdi öyle. Alt türlük şartı Cumhur'un kabul kılış təsbih toxtaydı. Amerika talep kılıdığan şartlar mındaq. Cumhur avval yol koyduğun tizimlikni o'ttirg'i chiqarishi lazım. Nima de Cumhur hükümeti yol koydu, avval bu tizimlikni o'ttirg'i chiqarishi lazım. Bunun içinde yol koyuşunun derecesi bo'lishi lazım. Bunun içinde yol koyuşunun derecesi bo'lishi lazım. Amerika taraf qabul qilamdi yo'q. Cumhur qanday qabul qiladi? Amerika qanday qabul qilalaydi? Masalan, Cumhur taraf boshda aytdik-ku, qanday qabul qiladi yo'l qo'yishni? Amerika taraf qaysi darajada qabul qilalaydi? Qanoat hosil qilalamdi. Amerika taraf qanoat hosil qilalamdi. Aqsarayning iqtisod maslahatchisi Larry Kudlow o'tgan hafta sizlarga so'zligentlik leksiyani xabarni yana keptizmi vatandosh. O'tgan hafta NBC televiziyasi muxbirining ziyoratini qabul qilganda jip uchini masalan Cumhurliklar yo'l qo'yish kerak deb o'tirib qo'yilgan shartlarning jip uchini o'tirg'i chiqargan edi. Jumladan birinchi, bu 6 türlük şart cümleden birinchi, tamojni beji almaslik. Biz buna şərilab tushundirgan sizlarga şeyler deysinglardi bu. İkinchi, g'ayri tamojni beji almaslik. Masalan, davlat ichiga kirib bo'lgan Amerikaning tovar mal, masalan, Cumhurning davlat ichiga kirib bo'lgan Amerikaning tovar ballardan yana silab bajanmaslik. Bu g'ayri bajalmaslik mana bu shu. Tamojinda boj tildi tugadi, yana kirgandan bajalish yo'q. Almaslik. Uchinchi, ishlab chiqarish va sanoat sohasidagi xususiy shirkatchilarga eksport qila olganligi uchun pul qo'shib bermaslik.
Dördüncü, akli mülkni oğurlaştı to'xtatish. Beshinchi, texnika o'tinib berishga majburlashni to'xtatish. Oltinchi, Amerikaliklar ochgan shirkatlarni Amerikaliklarning o'ziga tava bo'lishiga yo'l qo'yish. Amerikaliklar ochgan shirkatlarni Amerikaliklarning o'ziga tava bo'lishiga yo'l qo'yish. Kuzatuvchilar mundaq ko'rsatdi. Bu 6 turlik shart intayin ochiq. Pul qo'shib bermaslikdan iborat bir shartni ijro qilishning faqatla bir chorasi bor. Jungoda pul qo'shib bermaslik, boshlaydi-ku sanoat ishlab chiqarish organlari pul qo'shib bermas. Mushu pul qo'shib bermaslikni ijro qilishning faqatla bir sharti bor. O nima? O bo'lsa-mu Jungoning iqtisodiy tuzumini o'zgartirishdan, jumladan davlat egiligidagi shirkatlarning Jungo iqtisodi tutgan alayda o'rnini bekor qilish. Hatto Jungoda yasaldi 2025-yil planini bekor qilish. Diqqat vatandosh Turan efendi. Qarang, davlat egiligidagi shirkatlarning Jungo iqtisodi tutgan o'rnini bekor qilish. Sotsializm, Jungo sotsializmning ma'nosi nima edi? Hurmatli Turan efendi, qarang. Jumladan davlat egiligidagi shirkatlarning Jungo iqtisod tutgan alayda o'rnini bekor qilish. Ya'ni 5-yilda Jungoning iqtisodiy tuzumini o'zgartirish. Ala sharam. Turan efendi, qanday bo'lib ketdi ish? Demak, buning ichida faqat bir modda, 6 turlik shartning siz bir modda nima debdi? Sanoat organlari ishlab chiqarish organlari ishlab chiqargan mas'uliyatlarni shu organlar o'zi huquqiga berilgan huquqqa tayinib chet elga eksport qila olsang, sen bozorda yengilib qolsan, masalan, Jungoliklar bu eksport qilgan tovar mallarni Angliya, Germaniya bozorlariga chiqara olsa, raqobat kuchishga mumkinchilik bo'lmaganligini ko'rib yetganda, $2 sotadigan tovarni Jungo tovarini $1 sotib olsang, shu orqali xalqaro bozorda raqobat kuchini qo'lga keltirsan, demak bahoni tushirib sotish bilan raqobat kuchini qo'lga keltirsang, sen qaytib kelgandan keyin davlat ishida sana tegishli $1 men bankadan qo'shib beraman degan. Endi hozir buni bekor qilish nima deydi? Davlat egiligidagi iqtisod shirkatlarini bekor qilish, uning ta'siri kuchini Jungo iqtisodi tutgan o'rnini bekor qilish. Jungoning iqtisod tuzumini o'zgartirish. Nega vardı bu gapi Turan efendi? Elbette Jungo taraf Amerika'nın bu talebi bo'yicha hergiz qo'shilmaydi, ham bu yo'lda yo'l qo'ya olmaydi, ham o'tilib nima murassa kelinmaydi. Reis Xi Jinping Sharq Shimolni ko'zdan ko'chirganda davlat egiligidagi shirkatlarning rolini ta'kidladi yaqinda. U Amerikaga berayotgan signal bo'lishi kerak. Amerika Jungo bir-biriga ishonmaydi, suhbati natija bo'lmaydi. Bu tahlilchilarning fikri. Siyosiy tahlilchilar bunday ko'rsatdi. Ikki davlat o'zining fikrida ching turadigan ahvol ostida ikki davlat rahbarlari kelar oyda uchrashishni amalga oshiramdi yo'q. Boshda dedik-ku, o'zgarishchan dedik. Bu o'zgarishchan bir holdir. Amerika Jungo qarama-qarshiligi hozir geopolitika sohalariga, harbiy ishlar sohalariga, hatto endilikda kelib ideologiya sohasiga kengayib kirdi. Shunga savdo so'rkilishining navbatda hal bo'lishini yoki hal bo'lishi qiyinga to'xtaydigan bir ishdir.